Qashqadaryo dedingizmi, Surxondaryomi oyisi? Surxondaryo. Aha. İşimiz Qashqadaryo. Ishingiz? Aha. Qashqadaryoga borib ko'rinamiz, Surxondaryoga borib ko'rinamiz. To'rttaga shoh oldik. Oxiri bittasiga aytdi, bir Toshkent bor ekan. Toshkentdan keyin Najmiddin aka bilan aloqalashdik, keldik. Bizga yaxshisin ayting dedik. Rostdan oyisi oldirib tashlanglar dedim bolam. Yo, nuqson bo'lishi mumkin. Bu homilador bo'lganimni bilmay turib boshda issiq ukol olib qo'ygandim. Xo'p, mayli, kalsiy glyukonat hech narsa qilmaydi. Unga o'ziga tushgandim, hayzim kelmayapti deb, homilador ekansiz dedi, shunaqa desam, ana dedi, ziyoni bor, olgan ukoling dedi, nima qilasan dedi, kuzatib boramiz dedi.